Xohlagan bitta narsangizni ayting. Qor. Qor, okey. Qo'lda turgan qorni kim 1 daqiqa ichida eng qimmat narxga sotib kela oladigan bo'lsa, men naqd 100 ming so'm beraman. Anavi? Da, qayerga boramiz? Kimga sotamiz? Dubayda. Tayyormisizlar? 1 2 3 ketdi. Sotalasizmi? Yo. Bizda 10 sekund. Ustozlar sotib oldik. Soyilmi ekan, yana hadiga boshlaysiz. Aytgancha, ko'pchilik yosh bolalar bilan video oladigan bo'lsa, 50 ming like yig'maydi deb aytishadi. Shu gapga nuqta qo'yish uchun ham hozirroq like bosib qo'yinglar. U kelishyapti. Stop. Qancha? 70 ming. Qora 70 mingga sotdingmi? Ustozimga sotdim. 100 ming beraman lekin ularga. Voy biznesmen ekan. Gap yo'q lekin. Sotganing uchun ham 100 ming sanga faqat undan oldin keladigan bitta savol beraman. Kim agar menga birinchi podpisini bo'lgan ko'rsatadigan bo'lsa, men unga yana bitta AirPods sovg'a qilaman. Davay. Tezlar. Voy bo'lgan. Stop. Okey, haqiqatda podpisini bo'lganing uchun ham men senga AirPods beraman. Sizlar ham hozir obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Men ketdim bu. 100 mingni bering. 100 mingni bering. Mehnat qilib topgan. Mehnat qilib topganing uchun ham 100 ming senga.